Ter Stegen va Flick mojarosi jiddiy tus oldi. Marc-Andre Barselonani tark etadi. Ter Stegenning ketishdan boshqa yo'li qolmayapti. Chempionlar Ligasining yarim finali o'yinida Chesni asosiyda boshlashini bilgandan so'ng Ter Stegen noroziligini yashirib o'tirmagan va Milanga o'tishni istamagan. Uning agenti esa Dekuga ushbu holat yuzasidan bir necha bor qo'ng'iroq qilgan. Bundan so'ng esa Flickning jahli chiqqan. Insightlarga qaraganda yangi mavsumda Ter Stegen jamoada qolishni istasa zaxirada o'tiradi. Garcia va Chesni to'liq sog'lom bo'lsa, nemis darvozaboniga maydonda biror daqiqa ham berilmaydi. Agar tinchgina ketishni istasa, Barselona uning oxirgi yillik maoshini to'lab berishga ham tayyor ekan. Albatta bu achinarli holat va biroz yoqimsiz yakun. Chunki Ter Stegen har qanday holatda ham deyarli 10 yil davomida Barselona bilan bo'ldi. Chempionliklarni ko'rdi. Kerak bo'lganda og'ir vaziyatlarda, juda ham yomon holatlarda ham Barselona bilan birga bo'la oldi. Ammo lekin biroq uning kichkina xatosi va qilgan qaysarligi sabab Barselona ketkazmoqchi. Xo'sh do'stlar, siz bunga qanday qaraysiz? Ter Stegen Barselonada qolgani ma'qulmi yoki ketgani? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.